Jizzax viloyatining 18 yoshli o'g'il bolalari va qizlari sporting voleybol turi bo'yicha bellashishda 2 kun davom etgan mazkur musobaqada 364 nafar o'g'il bolalar va qizlardan iborat jami 26 ta jamoalar viloyat kubogi uchun kurashishdi. Darhaqiqat ushbu sport turi jismoniy barkamollikni ta'minlash bilan birga intizom, ehtirom va jamoaviy ruhni tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi. Shu ma'noda o'tgan sport tadbirida hamjihatlik, o'zaro ishonch va bir maqsad sari harakatgina g'oliblikka yetakladi. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, sport tadbiri mamlakatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbus doirasida tashkil etildi. Yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, jamoaviy ishlash ko'nikmasini mustahkamlash va sport orqali birdamlik, do'stlik va hamjihatlik muhitini yaratish, jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishni targ'ib etish, sog'lom turmush tarzi bo'yicha hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish ko'zda tutilgan musobaqa qiziqin kechdi. Xususan qizlar o'rtasidagi bellashuv finalida zarbdorlik va zominlik voleybolchilar uchrashishdi. Aniq maqsad yo'lida birlashgan holda g'oliblik uchun astoydil kurash olib borishgan zarbdorliklar tengsiz ekanliklarini namoyish etishdi. Zomin va Sharaf Rashidov tumani voleybolchi qizlari 2 va 3 o'rinlarni egallashdi. Viloyat birinchiligi juda qizg'in va murosasiz bo'ldi. Biz finalda Zomin tumani bilan tushdik. O'yinlar juda qiziqarli bo'ldi va biz ularni yutib birinchi o'rinni oldik. Ushbu qiziqarli o'tgan musobaqada Zarbdor tumani faxrli birinchi o'rinni egalladik. O'zbekiston Kubogi musobaqasida munosib qatnashib, munosib o'rinlarni egallab kelamiz. Xuddi shunday o'g'il bolalar o'rtasidagi bahs finalida Paxtakor va Sharaf Rashidov tumani voleybolchilari kuch sinashishdi. Omad esa paxtakorlik yigitlarga kulib boqdi va ular g'oliblikni tantana qilishdi. Sharaf Rashidov va Baxmal tumani voleybolchilari esa 2 va 3 o'rinlarni band etishdi. Musobaqa yakunida zafar quchgan jamoalar Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, viloyat voleybol federatsiyasi hamda viloyat sport boshqarmasining medal, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Bugun finalda Sharaf Rashidov tumani bilan bahslashdik. Bu final juda qizg'in va murosasiz kechdi. Bu finalda o'zimizni yo'qotib qo'ymagan holda birinchi o'rinni egalladik. Bu musobaqani tashkillashtirgan Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'quvchilarim bugun 1-2 noyabr kunlari Jizzax shahrida o'tkazilgan viloyat bosqichida faxrli birinchi o'rinni egalladi. Men bundan juda ham xursandman. Xudo xohlasa 10-16 noyabr kunlari bo'ladigan respublika bosqichida yaxshi va faxrli natijalarni egallaymiz. Ta'kidlash joiz, musobaqada kuchli uchlikdan o'rin olgan jamoalar orasidan voleybolchilar saralanib, viloyat terma jamoasi shakllantirildi. Endilikda ular musobaqaning respublika bosqichida viloyatimiz sharafini himoya qilishadi.